Endi ma'lum turga keldik. Endi ma'lum nima desa, bekatninki a'zolarninki mushu ixtilorini qo'zg'atamsiz degan gap. Demak, ma'lumda haqiqiy ism, jinsi, tug'ilgan kun degan hamma ixtilorlar to'liq qo'zg'atib o'tilgan. Mushu o'rinlar shu. Endi biz bu ixtilorlarni ba'zilariga nisbatan tahlash ilib bora olamiz. Masalan, hozir bekatlarda qanday bo'lsa, a'zo tizimli ish ko'znikida faqat a'zo ismi, maxfiy nomer, email degan turlar ham chiqadi. Masalan, biz ba'zi bir turlarni chuqur yozadigan qilish uchun mushuni o'zgartirish yapamiz. Masalan, qaranglar. Men bir turini qaytib ko'rsatib o'tay. Masalan, QQ, pingvin. QQ nomerini chuqur yozish kerak a'zo tizimli qilmoqda. Undan so'ng bu qanday qo'zg'atamiz? Masalan, biz ma o'rindan BNG degan turni bosamiz. Basak bunda bir chiqadi. Masalan, qarasak, bu yerdagi QQ nomeri Danxong Wimbengquang, ya'ni taqquр shaklidagi bir dona ram shaklida ko'rinsin deydi. Shu o'ringa QQ nomerini yozdi. Boshqa tarjimada Mavrunga Shifu Chidong deydi. Buni qo'zg'atdik. Uni keyindan topshirib o'tgandan keyin, ya'ni material QQ nomerini yo'llagandan keyin o'zgartiramdi deydi. Biz buni for deb ataymiz. Bir qatim yozdi, keyin o'zgartmaydi, chuqur to'g'ri yozish kerak. Uni keyindan shuni yo'llab bo'lgandan keyin siz tasdiqlamsiz deydi. Biz bu QQ nomerini tasdiqlab olmasak bo'ladi. Shuni for qilib o'tdik, tasdiqlayman desangiz shuni qiling. Keyingi birisi Shifo Bitian chuqum to'shqizish kerakmi deydi. For degan gap to'shqazmasangiz bo'ldi degan gap. Endi biz buni chuqum to'shqizish kerak bo'lgan qanday qilamiz? Shi qilib o'tamiz. Qilib o'tib, buni oshkorlamsiz Gonkay. Nada ko'rinadi? Ismning a'zo arxivida. Uni keyindan tizim betida davatadi. Masalan, boshqa o'rindan tanishmaylar, bu qaysi turga aloqalashib turibdi. Shuni tejab qo'ydim. Demak, a'zolar hozir mush bunlarga a'zo bo'lish uchun chuqum QQ nomerni kirish kerak. Masalan, men chekinib turay hozir bekatdan. Masalan, men tizimni tashlagan xatlamasdan qaranglar. Tizim nisbat etildi. A'zo nomi, ism, parol. Yana bir parol bir qadam ko'rsin. Uni keyindan email nomeri, uni keyin tizim sababi. Uni keyin bir dars so'ralmayman, bir dars izlab o'tdik qo'yiliqi. 5 ga 5 ni qo'shib qancha? Bir chuqur natija deb kerak, 10 deb yozish kerak. 9 deb yozib solsa shu xato. O'tmaydi. Masalan, men yozmabdim, hammasini u bo'lsin deb chiqarib qo'ydim. Yoki QQ nomerini yozgan gap chiqmabdi. Bu xatolik nada? Bayan biz tanishgan vaqtimizda tizim sifatida ko'rinamdi degan gapni tanlab qo'yibmiz. For deb tanlab qo'yibmiz. Shuni biz buni o'zgartirdik. Kirdik. Boshqarishga o'tdik. Qaysi turda? Yonxu. Yonxu turidan Yonxu Lammo. Musturg'u qana biz pingvin turi. Ochdik. Tizim sifatida ko'rinamdi. Mana tizim sifatida ko'rinam degan natimiz foda chiqib ko'rinsin qilib hamda. Demak biz hozir QQ nomerlarni ko'rsatgan qildik. Agar siz tizimlatgan chiqib shafin nomerini ko'rsatishingiz kerak, siz qanday qilamiz? O'chadi biz bu o'rindan shaqiq ism, jinsi, tug'ilgan yurt surkumi, mo'chil muqim telefon, chuqur muqim telefon yozsa, masalan, kinishki nomeri mana. Mush surka mana kinishki nomeri degan gapni echib siz biyanchi qildingiz. Undan keyin ma'lum qanday qilasiz? Chuqum toshqizudi degan turni tanlaysiz. Chuqum kinishki nomerini yozish kerak. Hamda bu boshqa chuqum ko'rinishi kerak bo'lsa, ma'lum shini qilib o'tamiz. Hamsi men buni yo'llab qo'ydim-ku. Endi bir chekinib ko'rib baqay. Chekindim. Tizimlatdim. Mana qaranglar. QQ nomeri deb birdan qizil yulduz belgisi chiqdi. Bu qizil yulduz belgisi ham chuqum to'shqizgan gap. Agar men QQ nomerini yozmasa, a'zolar tizimlanmaydi degan gap. Mushroq turni ochib qolsak bo'ldi. Darsimiz shagicha bo'lsin. Xayr xo'sh.